Diqqat, ogoh bo'ling. Dollar, yevro va rubl borlarga muhim xabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video rolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan 29-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 4,23 so'mga tushdi va 12.929 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 49,24 so'mga ko'tarilib, 13.699 so'm etib belgilandi. Rossiyaning rubli esa 5,21 so'mga tushdi va 154,74 so'mni tashkil qildi, deyiladi xabarda. Shu va shu kabi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun video rolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.